Bu o'tgan yilning 11-dekabrda O'sh shahrida ro'yxatga olingan voqea. 100 dan ortiq fuqaro moliya piramidasi bilan shug'ullangan Dragons kompaniyasi yolg'on qurboni bo'lganini aytishadi. Masalan, bitta odam 2 million so'mgacha kompaniyaga oldirib qo'ygan. 100 parası geliştirdi. 5,5 8 ming 15-18 ming dollarga chayin olasыңар 2 ayda degan so'zlarda aytib elga tushuntirishdi. Anan günümlük degen var. Günümlük tagı şu 20 dollardan 30-40 100 ming dollarga chayin ekan. Kompaniya tuzog'iga tushganlar arizasini undan beri shahar militsiyasi ko'rib chiqdi. Natijada moddiy ziyon 10 million 300 ming so'm ekanini hisoblab chiqildi. Bu faqat 81 odamni bergan arizasi. Yana 20 nafar odamning arizasi tekshirilmoqda. Bir gana Dragons firması boyunca 81 qilmish ishi qo'zg'aldi. Andan boshqa da 20 arız bugungi kunda oshol Dragons üstünden qarovdi. Bugungi kunda dag'ali arzlar kelib o'tiradi. O'shoning uchun bu piramida degan o'zi shunday tushunib ekan, bu butkul ketaveradi ekan. O'sh shahrida o'tgan yili moliya piramidasiga aldanganlardan tushgan ariza 100 dan ortgan. Bu 2016-yilga solishtirganda 10% ga ko'p demakdir. Bu kabi holatlarga o'z huquqini bilmagan fuqarolar sabab bo'lmoqda deydi huquqshunoslar. Sababi moliya piramidasining deyarli barchasi og'zaki shartnoma tuzadi. Shu sababli millionlagan pullarni qaytarib olish vaqtida qo'lida yetarli hujjatlar bo'lmaydi. Эгерде ал келишимдер бар болгон тагдырда дагы ал келишимдин курамында, шарттарында эгерде салынган акчалар эгерде ошол келишимдер токтотулган же бузулган учурда ал акчалардын кайтпастыгы болуп саналат. Эң бир мани берилүүчү нерсеси бул ошондой ишмердүүлүк жүргүзүүгө лицензиясынын бардыгы, башкача айтканда уруксатнама кагазынын бардыгы. Мындай акчалардын алуусу же болбосо салым кандайдыр бир мөөнөттүн ичинде көбөйтүп берилүүсү булар Кыргыз Республикасынын улуттук банк тарабынан лицензия берилиши керек. Shahar ichida qalloblarni aniqlab, ular bilan kurashish uchun 13 ta guruh faoliyat olib boradi. Bugun meriya mutaxassislari bilan birga hududiy kengash rahbarlari oldini olish choralari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unga ko'ra 13 ta hudud yashovchilari orasida ishlar olib boriladi. Ел içinde баягы түшүндүрүү иштеринди алып барганда ушундай мыйзамсыз түрдө түзүлгөн ар кандай финансалык пирамидаларга дагы жол бербөөгө биз мындай негизги мындай көңүлдү буруп атабыз. O'lka bo'yicha moliya piramidasi bilan shug'ullangan tovlamachilar va unda aldanganlar bo'yicha yangi qonun Jog'orki kengashda yoqtirilib ma'qullandi. Endi keyingi yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Bungacha piramida egalari jazolansa, yangi qonunda piramida vakillari bilan birga unga fuqarolarni da'vat etgan odamlar ham ozodlikdan mahrum etiladi. O'zgacha iri o'lchamdagi ziyon keltirүү жана киреше алуу менен байланышкан алдамчылык бул үчүн 5 жылдан 10 жылга чейинки эркинен ажыратуу жазасы каралган. Андан сырткары кошумча 180-беренне бул мыйзамсыз ишкердик кылуу. Буга карата дагы 3 жылга чейинки эркинен ажыратуу жазасы каралган. Tahlilchilar bu orqali tovlamachilar sonini ozaytirish mumkinligini aytishadi. Jamoatchilik shu bilan birga reklama e'lonlarida ko'p mablag'da oylik beriladi deganlarga ham e'tibor qaratilishi kerakligini aytishmoqda. Sababi aytilgan pul berilmasdan aldanganlar soni ortib bormoqda. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'ibayeva, Qimbat Abdusamat o'g'li, Intimaq.